Chiqinglar, kelin qizlar bir g'ayvat qilaylik. Qaysinglarning qiynanisi mening qiynanamga o'xshash saylan yupaqlang deb buyruq so'qidi. Mana mening qiynanam mas saylanimi yupaqlang deb buyruq so'qyapti. Qanday ahvolinglar do'stlar, yaxshimi? Men Taranchi kelin Miyasardan hammanglarga o'ttiq salomlar olsun. Qiynanam Taranchi bo'lganligi uchun saylan yo'li deydi. Agar jumayga sho'lgansa ish qilg'izmaydi bizni hamma o'zi tortib oladi. Akiling balam bo'ldi o'zim qilay deb. Akilinglar deganlikni men ma ishni mehnat qilib qo'yibdimi, yoki chala qilib qo'yibdimi deb o'ylayman. Qiynanlar, akiling opa men ish qilay deb biz kelinlar desak ma'qul deb bizga bergan bilan qiynanlarimiz hamdi. Akiling balam men qilay desin, men deb yo berib etgan olmagan, tayyor aytib bergan tomoqni yeydigan vijdon olmagan. Shunda qilib qiynanamning gapini anglab, voy qiynana sizning rost deb donglab, bugungi tomoqlarni etishni boshlab ketdim. Bugun etadigan tomoqim bek peyzajimi qizlar, o'zim yaxshi ko'rgan tomoqlarning hammani bek peyzal deyman qo'yman. Ammo haqiqatan peyza. Odatda tomoqlarni 1 soat bir taraf qilib yetaman. Oshda etib yetdim-da. Hozir meningmish bir vaqt tomoqim pishib bo'lguncha qizlar to'lg'aq yeyotgan xotinlar tug'ib bo'ldi deyman. Sababini deb beraymi qizlar? Mushu shipini tortiman deb, 1 soat pishirgan tomoqni 5 soat pishirib qiynanam bilan qiynatam uydan qo'g'lab chiqarib etmay, elimi meni mavidi kelin qilib pattirib jinim qizlar. Ey qizlar, sizlar bilan bir mungdishay deyman. Hammanglar tomoq etalamsizlar, yo men o'sha tomoq etamay, qamlashtiramay, qiynansini boshlab chiqib qozon bishib tug'izib oldigan monda bir kelinlarmi bormi sizlar? Atgan tomoqlaringlarni bir yo'llab yiqinglar, men bir ko'rib boqay. Hozir qiynatam, atgan choy assam, battam kelinim etibdi deb bugun choyni deydigan bo'lib oldi. Tomoq assam, tuz kam kelinim etibdi deb bugun tomoqni tuzi kam, tomoqningli deydi qaranglar. Qiynanam bo'lsa men puchib etgan, zuvonini tushirib etgan, mush qozon qo'mishlarni silab, "Yuma qozonib yingla og'antim, imachini yingla og'antim" deydi. Menga o'xshash menda qo'li qonliq chinqachi chaqadigan kelin pashalar yo'llab berganlar, qancha talsillam chiq bo'ldinglar. Chinqachilarni chiqish odatdagi ish-ku. O'yli sipirdigan cho'ng supuglarni sindirib o'tmay qaranglar, men oshuncholar jero'liqmikan desam, uncholam ig'ir emas. Qiynanamning bir supugi va o'birni sipirdigan. Shondal bir nimani chaqqandan tutqizib qo'ydi. Berib o'birni sipirib kelama balam menga nima degan qo'lingiz qonliq sizniki deydi. Xijlat o'g'limdan o'birni 10 qatim tozasammi, shunda tozalab chiqdi, yana bizimni chiqib o'taman-da. Qaysing ashumcha o'birni sipasan qo'ling qonliq olmaydi deb qiynanam uyit qo'yganlar deb tillayman-da anon. Endi shuni turib o'ylab qoldim, "Voy, endi menga o'xshashmishda qo'pol ajuzada, ko'ngli yaxshi yeliki o'zi bak qo'pol, annamanda bir nimalarni sundirib qo'ydigan. Qiynananglarni oldi chatoq chiqirdigan kelinlar bo'lsa bir yo'llab yiqinglar qilgan chatoqlaringlarni bildi ko'raylik. Unda qilib qizlar undab qiyma yug'irish bosqichig'im kelib qopdimi? Endi nima saylarni qo'shdingiz degan do'stlar. Azroq savzinji qo'shib o'tib qopdim ekan qiynanamda o'lgidek tilangildim. Basay, savza, anondan piyoz, go'sht, pomidor, laza, ko'k laza, qizil laza azroq qo'noq aralashtiramiz ekanda, buningga cho'nglarmi, ballarmi yeydiganligi uchun shunchalik yumshoq, shunchalik payza osh bo'ldi ekanda buningda. Tunegin tomoqning xamirini iliqi ajoyib bir bo'shug'ir qo'yibdim ekan, azroq qutildab qo'ygan qiynanam. Bugungi men xamirni yeyib bitib, apam terkib ketib, mang'il otadigan biz cheksiz polni yiqib, peqirab suvini o'tib qolmay deb men xamida qattiq shug'urbatdim-da bugungi xamirni. Qizlar bugungi tomoqning xamirini ajoyib ching shug'uriyslajimi? Maxsus xamiy yoydigan xamiylarning altida shug'uriyslaka qizlar. Biz Taranchilar odatda moylarni uduliq tushitmaymiz. Sizlar qanday ekansizlarki qizlarni o'rtaqmi bu yerimiz bizmidim? Biz opamiz bir javur moyni cho'qib avval tushitib oldi-da, tushitib uni muzlatib bir moy qachisi bor shuni qo'yib qo'ydi. Ashuniki qisa biroq tushitib olgandan keyin ba'zi vaqtdagi tomoqlaringlarning meyi achchiq yoki bunda qirtaq bo'lib qolgan ahvol bo'lmaydi deb achchiq qilib sovurib turib qanday deymiz tushitib oldi moyni. Anonki moyni tushitib javur ilib etgandan keyin boyan men to'g'agan bir mo'nch saylarni ratriti bilan qo'rimizga qaranglar. Go'shtni silib, piyozni silib, anondan keyin qo'rib tuz silib etgandan keyin savza, basaylarni solamiz ekanda, shunda payz qilib qizilmi shunda holatda bek-bek qilib qo'rimizga. Hozir shu hammamiz yoshlar mushu cho'nglarni faqat o'ylamaymizda tomoq etgan vaqtda yo achchiq tomoqlarni etimiz yo hozirgi yangilik mod bo'lib atgan tomoqlarni ko'p etkashga bitjar cho'nglarimiz bizning rayimizga beqiblam yeydi osh tomoqlarni. Shundam cho'nglar o'qasanglar filmini ko'rib atganlar. Oshunda bo'lganlik uchun cho'nglar yaxshi ko'rgan tomoqlarni oz etilyapti-da. Undaganki cho'nglarning to'nglisini qo'yib qoldi-ki, biz yoshlar ko'tagan tomoqlarni bular ko'taramaydi-ki. Ancha-muncha menda tomoqlarni apildilarlar etib turgan bo'lsanglar, shunda bir xil qo'shib bitirganda, opam bugun mush tomoqni etaylik degan, bizmi 360 kunlik xogo-pogon yangon yevagan bilan munda tomoqlarni yana yegimiz kelib qoldi-ki, endi bu tomoqni bek qo'ni pasunda atmaylik deb azroq qo'noq aralashtirib qo'ydik. Ajoyib chiroyli chiqib ketdi ranglari qizlar. Shuning bilan sayning pishishiga yaqinlar ma'vo lazlarni, qizil lazlarni silib aralashtirib azroq suv qo'yib qo'ymizga. Say pishqaniga elib o'tib, xuddi laqman saqanga o'xshashlar mana shu suvni quyib o'timiz-kanda qizlar.
Maashni qushqashtilik qilib kesimiz kechimi do'stlar. Hamda mendan boshqa manglar yoyalaysizlar, qizlar qushqashtilik kesalaysizlar. Andan keyin bu tomoqning o'xshamaydigan yeri shunda qushqash qilib kesib, qushqashtilik qilib kesib bilib, qozonga silib qaynatib, odatda biz suvoq suvini o'tkazamiz-ku. Buni suvoq suvini o'tkazmaylar, mush javurga silib olsa ekanda, silib olib, andan keyin saybag'u, sayni maningga aralashtirib o'tsizlar ekan, mush cho'pga mana bunday qilib eklib aralashtirib o'tsizlar ekan qaranglar. Mush yeri bekpayizga aralashtirib o'tgandan keyin cho'pga mas sayning suydirdiga ilishib, shunchalik payz o'tkazganda cho'pning ta'mi aning to'piga ananki azroq sayni silib yeydigan bo'lsanglar, voy bekpayizga ballarmi degan bulab yeb ketdi, shunda payz o'pdi debchi. Endi sizlarga yarab qolgan bo'lsa, nima ta'mi deb o'ylashga vaqtinglarda mening filmimni ko'rib, mushni assanlar bo'ldi qizlar. Sizlar bilan mungdassam qizlar vaqtning qanday o'tib ketganligini bilmayman, mush shunchalik ichimdan sizlardan paranglashqim ketibdi, lekin shu vaqt qisqanchiligi boshqa do'yin ishlayotgan qizlarnikini ko'rsizlar qachon. Shunlashqa men filmimni nishada to'xtay. At ko'rishaylik do'stlar, undan so'ng meni qo'shilishni unutib qolmanglar. Yurak berib astiga hamma sizni yaxshi ko'ramiz deb pinglonlarni yozib qo'yishinglarni chin qalbimdan umid qilma. Xayr xo'sh, at ko'rishaylik. Aman bo'linglar, umoq do'stlar.